Savol. Assalomu alaykum ustoz. 6 yosh va 11 yosh o'g'illarimiz bilan umraga berish niyat qilgan edik. Bu bolalarimiz ehrom bog'lash kerak bo'lamdiganda yoki Qur'onga yetmaganlik uchun normal kiyindirsakmi bo'larmi deb o'ylashib qoldik. Shunga sizdan so'rab eng yaxshisini qilaylik degan. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sabiy bolalarni haj va umra qildirish farz emas, mustahab bo'lib, bu bola uchun nafli bo'lg'achqa balog'atga yetgandan keyin farz haj qilishi kerak bo'ladi. Uni elib borgan ota-ona uchun ajr beriladi. Bir ayol bir sabiy bolani ko'tarib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'rsatib turib, buning uchun haj bormi deb so'ragan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Ha, sizga ajr bo'ldi" deb javob berdi. Sabiy bolalarning oq-qorini farq etadigan 7 yoshdan yuqorilar ehromliq kiyib, cho'nglarga o'xshash og'zida haj yoki umraga labbay ey Alloh deb talbiya aytib, ehrom holatiga kiradi. 7 yoshdan kichik yoki gapni qo'llashtirib qololmaydiganlar uchun cho'nglar bu bolam uchun haj yoki umraga labbay ey Alloh deb talbiya aytib niyat qilib qo'ydi. 5 yoshdan kichik buvoqlarni elib berish mustahab bo'lmaydi deb qaragan olimlarmi bor. Bolalar cho'nglar bilan tavob va sa'iy qilib chechini tushirib yoki qisqartib ehromdan chiqadi. O'zi mang'almaydiganlarni cho'nglar ko'tarib olsa bo'ladi va bu ko'tarilish bilan har ikkalan tavob sa'iylarini ado qilgan bo'ladi. Hajda shaytonga tosh etishda kichiklar atalmaydigan bo'lsa, ular uchun cho'nglar etib qo'ydi. Ehromli holatda cho'nglarga cheklangan ishlar sabiylarga o'xshash cheklanadi. Zakatga qarshi ehtiyoji bo'lganlarga zakatga qolsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh